Assalomu alaykum hurmatli Alfa 023 kanali obunachilari. Bugungi biz videomizda hozir 200 ming so'm pulni Linebet kontorasida o'ynab ko'paytirishga harakat qilamiz do'stlar. Ko'pchilik 2-3 million bilan kirib o'ynashga qo'rqadi. Realni qo'rqadi 2-3 million bilan kirib o'ynashga. O'sha 200 ming so'm kamroq summa bilan o'ynang degani ham ko'rsatyapman. Kamroq summa bilan qancha yutuq beradi, qanaqa bo'ladi kam summa bilan, o'sha risk qanday bo'ladi, hammasini hozir ko'rsatib o'taman do'stlar. 21 ochkoga kiramiz. 21 ochkoda ikkita 3ta yutqazish kutib keyin dagon qilamiz. Yutuq bo'ldi. To'xtatamiz. Yana yutuq. Endi yutqazish bo'lish kerak. Yutqazish bilan ko'ra to'xtashni bosdim. Menga yutqazish kerak, yutqazish bo'ldi. Xo'p, ana bitta riskavat bo'ladi do'stlar, 97 ming so'm. Katta riskavat. Yana. Xo'p, 18 da to'xtatamiz. Yaxshi, 194 ming so'm. Yaxshi. Endi minimalkaga tushiramiz. Yana bitta joyida solib qo'yamiz. Joyida. Bitta yutqazish. Xo'p. To'xtatamiz. Ikkinchisi yutuq bo'ldi. Bitta dagon qilamiz do'stlar. Yutuq bo'lsa chiqib ketamiz. Bo'ldi, chiqamiz. 300 ming so'm yaxshi. 300 ming so'm bilan chiqamiz. Olmachani o'ynaymizmi? Olmacha. Ko'pchilik shu olmachaga qiziqadi. Minimalka bilan 1-2 o'ng tarafdan ketdik. Yutqazish, qayta o'ynash. Yana yutqazish, yana ketdik. 11 da olaman. 11. Bilyapti, 11 gacha bo'lma. Dagon ko'taramiz. Yana dagon qilamiz. 12 ming so'm. 4 koeffitsiyentga chiqaraman olaman. 1-2. Xo'p, yana bitta bo'lsam, 6 koeffitsiyentda lekin normal yutuq bo'ladi. Voy, bilat. Bu yoqqa bosmaman-ku. Suka, tayyor yutuqni qochirdik-da. Xo'p, dagon qilamiz. Bo'lsa 24 ming so'm bilan ketdik. Bosamiz. Bale. 4 gacha ham olib chiqmayapti endi. Azart yondi-yu menimcha. Menimcha bu o'yin azart yondi. Xo'p, 96 ming. Hozir bitta bo'lsam lekin hozir normal yutuq bo'ladi-da. 671 koeffitsiyentli bo'lsam yoki 4 koeffitsiyentli olaman. O'rtaga bosmayman, o'sha o'rtada bu yoq chetga bosaman. Voy, suka. O'rtada ham bu yoq chetda ham bor. Anday nemagar. Yaxshi, 4 ta olsam bo'lar ekanda. Lekin bu sizlarga ham menimcha dars bo'ladi. Katta yutuqni olaman deb yugurish foydasi yo'qni ko'ryapsizlar. Ular ham bilib turibdi. Biz katta yutuqqa harakat qilayotganimizni prekrasni biladi bular. Olamiz. O'zi summani mazasi yo'q, olamiz. 12 ming so'm bilan ketdi endi bosaman. O'tta bilan ketamiz qani. 671. Ketdi o'xsha. Va suka. O'xshamadi. Endi chap tarafdan bosamiz. Biladi, 671 kasini hech o'xshamayapti. Hoppa, o'xshadi. 80 ming so'm oldik, olamiz. Minimalka bilan endi bor-ku 27 koeffitsiyentga chiqaman. 27 da olaman. Faqat 27 da. Xo'p, 27 koeffitsiyent. O'xshab ber endi, bitta o'xshab ber. O'xshamayapti, menimcha. Lekin azart ham uncha yo'q-da. Men spokойно 4 larga chiqyapmiz-da. Azart ham hali uncha yo'qmadi menimcha bu o'yin. Lekin biz nafsimiz ortiq qilib 27 ga qarab ketyapmiz. Bo'ldi do'stlar, bu o'yindan chiqamiz. Hech yuragim urmadi bu o'yinga do'stlar. Xo'p, qaysi o'yinni o'ynaymiz endi? Xo'p, Padettinatga kirib bitta o'ynaylikchi. Padettinat bolchi menshi qilib turamiz. Agar 2 marta yoki 3 marta bolchi bersa, 7, yana bitta 7 berishing kerak. Berma. 7. Xo'p. 7 ber. 7 berma. Yaxshi o'xshadi. 12 ming so'm menshiga. O'xshadi, 1 3 ming so'm 7 ga qo'yib ko'raylik. Yaxshi o'xshadi. 7 dan keyin yoki hozir 7 beradi, yoki bolchi beradi-da. Men 7 ga riskavat qilaman endi iloji yo'q. Menshi berdi. 6 ming so'm menshiga. 3 ga 2 dan keyin ham ko'p holatda 7 berish kerak, lekin shu yerda bermadi. Hop, bermasam berma. Endi bitta katta riskavat qilamiz do'stlar, 96 ming so'm bo'lishiga. 48 ming so'm bo'lishiga. Yaxshi, 96 ming tiksangiz bo'lar. Endi menshiga 6 ming so'm. Menshi bermayapti. Berish kerak bitta shatda. 5 ga 1. 5 ga 1 dan keyin 7 berarmikan? 2 ga 2 dan keyinchi ya. Bilardim-da shu yerda 7 berishini. Hozir bo'lishiga bitta katta riskavat qilamiz do'stlar.
192 ming so'm ketdi bo'lishiga onasini ham. Yaxshi. Zo'r yutuq bo'ldi. 550 ming so'm balans 550 do'stlar. Bo'ldi. Chiqdik bundan. Chiqamiz. Bitta uzr kristalga o'xshagan bitta o'yin bo'lish kerak-da shu yerda. Qayerdadir hozir kristalga o'xshagan bitta kerak o'sha o'ynab ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Bilat. Qayerga ketdi o'yin? Belli. Fruit cocktailni o'ynaymizmi yoki? Bilat topolmadim. Internetim Wi-Fi ham yaxshi ishlamaydi. Xo'p. Ya topmadim. Kristalni o'zini o'ynaymiz hozir. Hozir bitta yaxshi yutuq yutib chiqamizda. Ikkidan 3 ta yutqazishni kutamiz bunda ham. O'sha strategiya. Nimadir bo'ldi internetga. Internet juda xuyna ishlayapti. Xullas do'stlar, balans 551 ming bo'ldi. Internet yaxshi ishlamay qoldi. Bitta telefonni o'chirib yoqdim. Hozir yaxshi ishlayapti. 551 ming so'm bilan ketaveramiz. Qani? Qancha yutuq bo'ladi? Kristalda ham 4 talami yutqazish kutaylik. Xuyna yutuqlar beradi. Ketdik-da bu. 12 ming so'm. Go. Uy yaxshi. 1 sent ekan, bilyapti. Pastdagilar o'ynamadi. 1 sentdan keyin yutuq beraman. Bermadi. 1.9 sent. Boyagini qaytarib berdim. Minimal gaplar. Ikkita bo'lsa-chi. Yutqazishga baribir. Bu ham yaxshi yutuq emas. 24 ming so'm bilan ketdik. Uy yaxshi 2 sent berdi. Bor 2 sent. 2 sent bor. 550 ming so'mni o'zi bilan chiqdik. 550 ming so'mni o'zi bilan chiqdik do'stlar. Ko'p qolib ketsa ham u kristal o'qizib yuborish mumkin. 21 ochkoga kiramiz. Shu 550 mingni ko'taramiz. Shu bilan o'yindan chiqamiz. 18 yutqazish. 2 yutqazish bersin. Bitta riskovat qilaman. Bo'ldi 21. Ularga 21 ni o'zini berdi. Bu degani riskovat qiladigan joyi degani. 250 ming so'm emas, 200 ming so'm. 150 ming so'm. 150 ming so'm ketdik go. 20. Uju yutuq. Uju balans 694. Qaysidir o'yinda bir 700 ming so'm qilib qo'yamiz. Bo'ladi bizga. Suga. Biladi. Almachada azart yondi-yu. 15 ming so'm yutishimiz kerak-da qayerdandir. 700 ming so'm qilib chiqaman o'yindan. Xo'p, 6 ming so'm yutish kerak. 6 ming so'mni 21 ochkoda. 21 da emas. Bo'lishi menishida. 6 ming so'm bo'lishiga. 12 ming so'm bo'lishiga. 24 ming so'm bo'lishiga. 48 ming so'm bo'lishiga. Voy, bilyapti, ozgina qoldi. Bo'ldi, balans 715 ming so'm do'stlar. Xo'p, balansimiz mana 715 ming so'm turibdi. 200 ming so'm bilan kirgandik, balans 715, 500 ming so'm yutib chiqdik. Mana 200 ming bilan kirib ham pul yutsa bo'ladi do'stlar. Faqat o'ynab bilish kerak-da. Uni azartga berilib, kirib ketib, dagonlarni ko'tarib tashlab emas, spokойный. Spokойный 200 ming so'm bilan o'ynab, har kun yutib tursa bo'ladi do'stlar. Agar sizlar qayerdan bu ilovani olishni bilmasalaringiz, Telegram kanalga o'tasizlar. Telegram kanalda originallari turibdi. Boshqa fake Laxatron kanallardan olasizlar, pullaringizni chiqarib bermaydi ular. Pullaringiz chiqmaydi. Mani adminimga yozsalaringiz 100% sizlar pullaringizni chiqarib, bo'lmasa o'zini kartasidan bo'lsa ham tashlab, o'sha yutgan pullaringizni chiqarib beradi do'stlar. Ana, bo'lmasa meni o'zimdan ilishganini ham qo'yaman, o'shanga ham yozsalaringiz bo'ladi. Xo'p, sizlar kanalga o'tasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar, u yerda har kunlik bonuslar, ekspresslar berib boriladi do'stlar. Kanalda sizlarni kutib qolamiz. Sog' salomat bo'ling.